Assalomu alaykum obunachilar. Mana urug'ga qo'chqor so'ragan aka-ukalarga mana o'ta tiniq variantida. Soni bir dona, yosh oyligi ikkitishga endi chiqdi. Hop. Bo'yi 89 yo 88. Shunaqa. Aloqaga chiqaverasizlar. Sotiladi dumba razrezlari moshli mana. Qo'ydi uzunligi 1 metr. Hop. Tishini bitta ochib qo'ying. Ikki tish bo'ldi. Tushlarni qarang. Obunachilar zotga qo'chqor so'ragan aka-ukalarga mana o'ta tiniqida. Quloqlari butun, oyoqlari baquvvatliga qarang. Dumba razrezlari ham moshni mana. Aloqaga chiqaverasizlar, sotiladi. Kallarni qarang. Yoshi ikkitish, bo'yi 90. Mana obunachilar qo'chqordi. Bitta tomosha qilinglar. Вообще moshni qo'chqor. Dumba razrezlari ham o'ta go'zal. Bo'yi 90, uzunligi 1 metr chiqaveradi. Hop, tishini bitta ochib qo'ying-chi. Qo'zi endi tish yoriyapti. Tushlarni qaranglar. Aloqaga chiqaveradi. Obunachilar mana keyingi partiyamizga mana zotga so'ragan aka-ukalarga o'ta moshnisan. Qo'zi hali bo'lgan bo'lsa 8 oylik qo'zi. Bo'yi 85. Uzunligi past 95. Aloqaga chiqaverasizlar, sotiladi. Dumba razrezlari moshni mana. O'ta tikka dumba. Mana qo'chqor. Zotga tavsiya qilamiz. Bo'ynida kalagonchiklari bor ekan, mana u baldog'lar. Obunachilar mana 2 dona qo'chqor. Qurbonlikka boqaman degan aka-ukalar mana tavsiya qilaverasiz. Bitta mashinasi. Bunisi ikkitish, bunisi qo'zi hali. Mana obunachilar qurbonlikka qo'chqor so'ragan aka-ukalarga o'ta katta partiya keldi mana bitta velekanlarini. Soni 12 dona mana. O'ta bo'ylari ham o'ta balandlaridan.